Sizlari mana birinchi kunlik jo'jalarimiz. Hozir inkubatordan oldik. Bu kundan chiqqani hozir turib yotibdi, qurinyapti. Bular adlerlar. Bular adlerlarni kattasi. Hozirgi paytda O'zbekistonda kam zot mana shu hozir mana matishlarimiz. Legorillarning oqi qora legorillarning mashinalari ekan. Ikkita makan, bitta xo'rozdan tarqayotgan zurriyotlar o'sha hozirgi jo'jalarimiz. Eshigini ochmay qo'yar, chiqib ketib qoladi, uchib ketar ekan. O'rtoqlar, bular qush, fazan, zalatoy degan zot. Assalomu alaykum. Xolislar biznes Telegram YouTube kanallarimiz a'zolari bizlari mana birinchi kunlik jo'jalarimiz. Hozir inkubatordan oldik. Hozir mana donlasi qo'ydik. Bularga yangilik don hali mana bitta yantasi o'zi yer cho'qish boshlayapti. Zotlari dalmantin ekan. Oq legorin. Bu tomonda anjon qora tovuq. Bu tomonda legorin. Yangi mehmonlarimiz o'rtoqlar. Adlerlar ekan bular. Birinchi kunligi. Mana bular ham hozir inkubatordan chiqqan. Tomosha qilgani kelgandim, sizlarga ham ilindim o'rtoqlar. Birodarlarimiz yangi birodar ekan, hozir yasashibdi. Bag'ir hozir yasab qamashdi. Mana bunaqa narsalarni ham qo'yishgan. Mana hozir 26 ga chiqib eshikni ko'p ochganimizga hozir o'sha 30 dan oshib oladi, sekin-asta kirasizlar. Mana bu inkubatorlardan chiqyapti o'rtoqlar. Ikkita inkubatorimiz bor bu yerda. Bunisi mana bu yerda. Bu kundan chiqqani hozir turib yotibdi, qurinyapti. Bu yerda zoti legorini qoralar ekan. Setkani ochmadik. Chiqib ketib qolmasin, ochmay qo'yaylik. Bular adlerlar. Bular adlerlarning kattasi. 3 oyliklar. Bu tomonda dalmatinni qol. Dalmatinlar. Bu tomonda legorinlar. Makanlar bilan tuyoq qalmadi. Bitta legorina bilan uxayil bilan. Chiqib qolmaysanlarmi? O'sha keyingi mana bu yerda kaklik ham ochirib qo'yish, qamab qo'yish. Kaklik ham bor ekan. Mana bu yerda uxayillar, bu narigi xonada bular ham uxayil ekan. So'raganlarga sotilaveradi-mi bular? Ha, kelishib qolsak sotaveramiz deyapti. Bular o'sha halini aytib o'tganimizda legorinni qoralari soni hozirgi paytda O'zbekistonda kam zot mana shu hozir oqa sero bijillab ketdi hamma joyda. Dalmatinlari ham bor. Qorasi hozirgi paytda noyob bo'lib turibdi. Ota-onalari ham bor. Matishilari ham bor, hozir ko'rsatamiz. Mana shu xonada.
o'rtoqlar. Xonamizga kiryapmiz. Mana matishlarimiz. O'rtoqlar, bular legorinlar, legorin nima? Adlerlarimiz. Mana shunday holatda boqilyapti. Mana bu panel o'rtoqlar olinadi, tuxumni chetdan olinadi. Ichiga kirib tuxum tug'ib chiqishaveradilar. Mana shu yerda mana tovuqlarimiz zich holatda, xona harorati teppa mana bunday shaklda lombasi basligi uchun xona baribir sovuqlik qilgani hisobiga pechka yoqib qo'ygan, e'tibor beramiz o'rtoqlar. Xonani ko'tarish uchun hozir normal holatda, ammo lekin hid yo'q. Shunga e'tibor beramiz. Hidi yo'q. Mana bu dalmatinlarning matishliklari bular. Bularni mana xuddi shunday gnizoga kirishadi bular. Mana bu yerdan tuxumini olishadi. Mana bu yerdan tuxum tug'ib chiqish ketishadi. Shu yerdan tuxumni olishadi. Mana bu oqlar shuni tuxumi. Tuxum so'raganlarga tuxum ham qilib berishaverar ekan. Bular qanaqa zot bu? Ko'mon gigantmi ekan bular? Qora shahzodalar ekan o'rtoqlar. Xo'p. Mana bu qaysi zotida bu? Xorbek degan zot mana shu ekan. O'rtoqlar, meni esimda turavermaydi. O'shaning uchun so'rab olyapman Tursunob akamizdan. Mana bular o'sha qora legorinlarning mahsulotlari ekan. Ikkita makon, bitta xo'rozdan tarqayotgan zurriyotlar o'sha hozirgi jo'jalarimiz. Bularda jo'jalar chiqyapti. Tuxumi yo'g'a, pastda. Bormi? Ozgina uyga qiziqqanlar bo'lsa, uyda kurklarga bostiraman deganlarga mana tuxumi ham bor ekan. Bir kunda bitta ikkitadan berar ekan bular. Mana bular o'rtoqlar legorinlarning oqi. Mana e'tibor beramiz o'rtoqlar, legorinlarimiz oqi. Bular mana hozir makon nechta betda? 14 ta. 14 ta makon. Ikkita xo'roz ekana? 3 ta xo'rozmi? Hozir tuxum tug'yaptimi? Past, nihoyatda past. Nechta bitta tug'yaptimi, ikkitami? Ikkita. O'rtoqlar, mana legorinda tulov payti, tuxumdan qolgan payti mana e'tibor beramiz o'rtoqlar. Bir kunda bitta, ikkita tuxum tug'yapti ekan. Tulov payti mana. Bular hali 100% tug'adi degan narsaga e'tibor beramiz. Baribir bular ham vaqti kelib tuxumni pastlatadigan payti bo'ladi. 100% gacha tug'di. 100% gacha tug'ibdi, hozir tug'mayotgan davr ekan. 15 kundan beri tug'mayapti ekan. Mana bularchi qaysi zotida bular? O'xayillar ekan bular o'rtoqlar. Bular tug'yaptimi? Mana bular tug'yapti ekan. Tuxumlari mana. Tuxumlarni ham yetkazib beraverasiz so'raganlarga, qiziqqanlarga. Jo'jalari ham bor. Jo'jalar ko'rtilar hozir videoning boshida chiqyapti. Endi mana bular ko'rsatmayman dedim, endi ko'rinib qoldi. Mana bular eshigini ochmay qo'yar, chiqib ketib qoladi, uchib ketar ekan. O'rtoqlar, bular qush, fazan, zalatoy degan zot ekan. Bularni ham xudo xolasa tuxumga kirib olsa, tuxumlardan jo'ja oshirish niyat bor. Mana bular Xorbekmidi, nima edi bular? Lakan filo ekan. Zoti mana shu holatda bular. Bular ham tug'yaptimi? Ular tug'yapti ekan. Mana bular shuni tuxumlar ekan mana o'rtoqlar. Bu tomonga kelsak, bu tomonda sendeylarimiz. Adlerda xo'rozi bor ekan bitta. Cho'ja ekan. Agar sotaman desa, qiziqqanlarga sotib ham olishaversa kerak. Legorlar bular tug'yaptimi adler? Sendeylar 100% tug'yapti ekan. Mana shu sendeylarimiz setka uslubida. Ortiqchasi mana aytlarda ham bor ekan mana. Mana bu tepadagilar 1,5 yosh ekan o'rtoqlar. Mana ko'rinishiga e'tibor beramiz. 1,5 yosh ekan bular.
tuxum foizi pastroq ekan 1,5 yilgilar. Mana bu cho'jalar 100% so'yapti desa, bular tuxumda ekan. Mana bu yerda o'sha dalmatin, legorin dalmatinda bitta xo'rozi bor ekan. Mana bular ham legorinni boshqa zoti bu. Seri legorin ekan. Legorinni ham turi ko'payib ketyapti. Mana bu ham o'shani sherigi dalmatin. Mana u qanaqa zot mana bu? O'xay bilan sendini chatishgan ekan mana shular. To'g'ri. Mana bu ham O'xay bilan sendini chatishgan. Gibridlar. F2lar. Buda tug'yapti-ku, 100% sendida. Hozir tuxum bo'yicha chempioni sendi ekan. Hammasi tug'yapti deyapti. Tuxumlarini yetkazib bo'lmayapti deyishdi hali so'raganimda. Kecha kuni so'raganimda xuddi shu gap gapirishdi. Cho'jadagi uchun uni tuxumlari qo'ni qo'shnilar olib tugatib yuborishyapti. Cho'jalar tuxumlarini. Bugungi videomiz shundan iborat o'rtoqlar. Mana pechkani hozir xona isib ketgani uchun o'chirib ham qo'yishdi. Mana shu pechkada xonani yoqib isitib mo'tadil qilib berishyapti. Holatlar zo'r, xudo xolasa. O'zim ko'rgani kelgandim, video qilgani kelmovdim. Sizlarga ham ilindim o'rtoqlar. Mana shu kichkina xonada kichkinaki masalan 8, 16, 30 ming kvadrat metr joyda mana turli tuman zotlar alohida qilib boqilyapti. Matchlilar hammasi. Bularning natijalari hozir ko'rsatib o'tilgandek jo'jalari. Mana buni gnezdoni ham o'zlari yasashdi. Mana gnezdon tepasini ham ochilar ekan, tepasini ochmasdan qandan keyin o'zi yumbalab kelaverar ekan. Mana shu yerga kelib qolar ekan. Tuxumlari mana shular tuxum ekan. Shunaqa yangiliklar o'rtoqlar. Mana o'rtoqlar, bir kunlik holatlari, endi ko'rsatib o'tganimdek. Bularga mana birinchi kundan o'sha start yem berilyapti. Hozir suvlarni berishadi. Birinchi kunda o'sha nima deydi? Glukoza hisobida shakarli suv beriladi. Birinchi, ikkinchi kun mana vitaminlargacha olib kelib qo'yishdi. Vitatonik. Mana bu Inroflox antibiotik. Qorin og'riqqa, bakteriyalarga qarshi. Bu koksidoz ekan. Bu ham ichki infeksiyaga tayyorgarlik. Xudo xolasa bularni sog'lomlashtirish rejimiga o'tkazish maqsadidagi vitamin. Buni boshqa video qilamiz o'rtoqlar. Sal bir hafta 10 kun o'tsa, yangiliklar bilan video qilamiz xudo xolasa. Videoda qiziqqan narsalarga telefon qilishlari mumkin. Ma'lumot uchun yo bo'lmasam tuxum zakazga jo'ja kerak bo'lsa, men bilan aloqaga chiqaverasizlar. Qo'qon shahrida manzilimiz o'rtoqlar. Telefon raqamimiz 90lik 556 1074 da adashmasam. Adashmadimmi Tursunali? Shunday nomer ekan mana. Tahlillari birinchi kundagi holati. Ular boshqa zot. Andijon qora ekan. Bular halini ko'rsatgandim, o'sha Andijon qora, O'xay, legorin dalmatin. Joyimiz muammoligi uchun qo'shib qo'yilyapti, sal kattalashsa ajratib olinadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda yana ham qiziqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hammalarga omad.